Bugün 5 dekabr, Allah'a topshirib qishki sezonni ochib yuboramiz. Nechikdir ol mening ko'nglimga singib qolgan, men ishlay boshlagan yillarda Damirga qishki sezonni shu yil yanvarning oxirida, yil fevralning boshida bo'latirgandi. Nechik endi noyabr oyida tortishi, yanvarning oxirida biz qishki sezonni ochamiz. Dursa yurtdi bu. Hatto shongi sportda deymiz. U balakaydan boshlab, kichkinadan boshlab pensiyadagi kishilarga qadar eng kerakli sport turlarining birisi bo'lib turadi. Shunga ko'ra ishi harakatda bo'lgan eshitdim bor bu yil Covid bilan cheklagan yilni. Bunda bit sof havo endi o'tgan har vaqt jistarib turadi endi. Shunga ko'ra bu sport turini olg'a tabada bizga kelajakda olg'a taba qo'yib ishlarga kerak. Men endi o'zimda isha yoshga kelib 60 ga yaqinlashib boramiz. Kun sayin chang'ida oshamiz, ondan so'ng tuyulgan rahatlik aytiriya kerak bo'l. Qayta bitirgisiz. Shunga ko'ra endi yoshda bo'la qaramasdan har bir kishiga da bosa turgan sport turi shonling bo'lsin. Shunga ko'ra sezonni ochqach endi ko'p yarışlar bo'lar hali. Yarışlardagina tugul eng muhimi oqtanish olqin torttirg'ayish shunda. Trassa begaybat butun yoqtiliklari var, prokatga shongi bor bizning bugungi kunda. Olman rayonimiz halkına müracaat ettim. Kiligiz, şanğa basırız, yürügiz, özlerinin selametlerinize nıgatırız. Bayram bilen sının bargıdın.